Yuzinglar har doim mani yuzimga o'xshab bilinib turishini, yaltirab ketmasligini va shunaqa chiroyli turishni xohlaysizlarmi? Men sizlarga hozir byudjetnidan tortib lyuksoviygacha bo'lgan eng yaxshi yuzda qaritmaydigan va quritmaydigan, kun davomida yuzni shaqqa tiniq turadigan pudralarni ko'rsatmoqchiman. Birinchisi, u 7 soat turib beradigan Laura Mercier pudrasi. Yog'liga, quruq ko'zalarga ham ideal ishlaydi va kun davomida yaxshi turib beradi. O'zingiz qaysi pudrani ishlatasiz deydiganlar uchun ikkita eng super pudrani ko'rsatishim mumkin. Birinchisi Chanel Loose Powder. Bu ham barcha yuz turlariga mos keladi. Yuzingizni gladkiy va tiniq tekis qilib qo'yadi. Ro'mollarga umuman yuvib chiqarmaydi. Hozir yuzimga surib kelgan pudram Huda Beauty. Agar yuzingizda shunaqa tiniq turishini xohlasangiz, Huda Beauty'ni oqidan ishlataman. Fiyoletoviy ham hozir moda bo'lyapti. Bemalol olib ishlasangiz bo'ladi. Bu ham barcha yuzlarga zo'r tushadi va bir marta sursangiz yetadi. Ko'pchilik mendan so'raydi, byudjetni yaxshi pudra tavsiya qilinglar. Byudjetni yaxshi pudralardan Airspoon pudrasini tavsiya qilaman. Bu pudra faqat yog'li aralash yuzlar uchun mos keladi. Agarda bundan foydaliroq ma'lumotlarni olish xohlasangiz, menga yordam bo'ling va bularning narxini bilishni xohlasangiz, menga 5 raqamini yuborib qo'ying. Siz hattoki muddatli to'lovga ham